Ramazon oyida fuqarolarimiz taroveh namozlariga avtomobillarda kelgani ma'qulmi yoki piyoda? Muzaffar aka juda o'rinli savol berdingiz. Bugungi kunda taroveh namozlarimizda albatta jamoat katta bo'ladi. Ba'zilar uzoq yerda yashaydiganlar bo'lsa mayli, endi qiynalar avtomobilda kelishi mumkin, lekin yaqin atrofda yashaydiganlar ham ibodatga keladiganlar yaqingina bo'lsa ham mashinasini haydab keladi. Va bu esa masjidga keladiganlarni avtomobillarni chiroyli bir o'rnashtirishlikka va kirib ibodat qilganda ham bir chiroyli xotirjam ibodat qilishlikka xalal beradi. Alloh taolo Qur'oni azim sha'nida marhamat qilgan. Estaizu billah, inna nahnu nuhyil mauta va naktubu ma qaddamu va atharahum. Sadaqallohul azim. Alloh taolo mana bu muborak oyat karimada aytayaptiki, albatta biz qiyomat kunida vafot etganlarni qaytadan tirg'izamiz, o'rnidan tirg'izamiz. Va naktubu ma qaddamu va atharahum. Ularni muqaddam dunyo hayotda qilgan amallarini hammasini yozgan bo'lamiz va ularni har bir bosgan qadamlarini, oyoqlarini ham, harakatlarini yozgan bo'lamiz deydi oyat karimada. Shu oyatni tafsirlarida keladi: va naktubu ma qaddamu va atharahum. Atharahum oyoq izlarini, qadamlarini deganda ayni masjidga qarab qadam bosganlariga beriladigan savob bobida gap ketyapti degan ta'rif keltirilgan. Bu nima degani desa, bir odam masjidga ibodatga keladigan bo'lsa, har bir qadami hisobotda turishligi va uni niyati masjidga ibodat uchun kelayotganligi uchun Alloh azza va jalla uni har bir bosgan qadamiga savoblar yozishligini bu oyat karimada bayon qilib o'tyapti. Payg'ambar alayhisolatu vassalom boshqa hadislarida ham kim uyda tahorat qilib poklanib masjidga qadam bosib borar ekan, har bir bosgan qadamiga 10 ta gunoh kechiriladi, 10 ta savob yoziladi va 10 daraja uning maqomi baland ko'tariladi degan. Bu masjidga ibodat uchun kelishligimizda harakatan bir ibodat. Shuning uchun ulamolarimiz uyida tahorat qilib keladigan bo'lsa, yana uni maqomi savobi ziyoda bo'ladi deydi. Endi shu yerda o'rinda masala bor. Demak, qadam ranjida aylab bosib keladigan bo'lsak, har bir bosgan qadamimizga savob yoziladi. Endi uzoq yerda turganlarni mayli endi qiynaladi, yetib kelsin deymiz, avtomobilda kelishi mumkin, o'sha savob beriladi deymiz. Lekin yaqin atrofda yashaydiganlar bo'lsa, u mashinasida emas, piyoda kelgani uchun afzal hisoblanadi. Tasavvur qiling, piyoda keladigan bo'lsa, har bir qadamiga 10 ta savob yoziladi, 10 ta gunoh o'chiriladi. Va kelib ibodat qilar ekan, xotirjam ibodat qiladi. Mashinamga nima bo'ldi, tirnalib ketmadimi, buyumi bo'ladigan bo'lsa, birov o'g'irlab ketmadimi degan masalalar bo'lmaydi. Chunki jamoatda bo'lib turibdi, juma namozlar o'qib bo'lamiz, o'qib bo'lgandan keyin shikoyat qilib keladi. Nima desangiz, mashinamda 10 million pulim bor edi, o'g'irlab ketibdi. Tasavvur qiling. Mashinangizni olib kelib qo'yadigan bo'lsa, xotirjam ibodat qilasizmi? Yo'q. Ibodat xotirjam bo'lsa, uni savobi ko'p bo'ladi. Shuning uchun piyoda kelgan imkon bo'lsa, bu afzal hisoblanadi.